Salom aziz tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning shaxsiy hujjatlaringiz, ayniqsa pasportingiz bilan bog'liq. Hozirgi kunda ko'pchilikni tashvishga solayotgan savol bor. Eski pasportlar endi haqiqatan ham amal qilmaydimi? Va eng muhimi, agar siz pensioner bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa yoshi kattalar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot har birimizga yetib borishi juda muhimdir. Muammoning mohiyati, xo'sh, avvallari pasportlar bilan qanday edi va hozir nima o'zgardi? Oldinlari, ya'ni 2011 yilgacha berilgan fuqaroning biometrik bo'lmagan pasportlari, ya'ni o'sha eski ko'k rangli pasportlar ma'lum bir muddat davomida mamlakat ichida harakatlanish va ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish uchun amal qilar edi. Bu hujjatlar sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat edi va ularning amal qilish muddati odatda tugamaguncha yoki pasport egalari yangi biometrik pasport olishga majbur bo'lmaguncha uzoq vaqt davomida ishlatilardi. Ko'pchilik eski pasportlar bilan banklarda xizmat olardi, pensiya pulini yechib olardi, davlat idoralariga murojaat qilardi. Hatto avtobus va poyezd chiptalarini sotib olishda ham muammolar yuzaga kelmasdi. Xullas, eski pasport oddiy hayotimizning ajralmas qismi edi. Biroq keyingi yillarda mamlakatimizda biometrik pasportlar tizimiga to'liq o'tish jarayoni boshlandi. Bu jarayon bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Dastlab 2011-yilda biometrik pasportlar joriy etildi va aholi eski pasportlarni yangisiga almashtirishga chaqirildi. Bu harakatning asosiy sabablari xavfsizlikni oshirish, shaxsni aniqlash jarayonlarini modernizatsiya qilish va qalbaki hujjatlarning oldini olish edi. Biometrik ma'lumotlar, masalan, barmoq izlari va yuz rasmi pasport egasining shaxsini aniq tasdiqlash imkonini beradi. Shuningdek, bu tizim xalqaro standartlarga mos keladi. Bu esa fuqarolarimizning xorijga chiqishida qulayliklar yaratadi. Natijada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010-yil 26 dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati aniq belgilandi. Bu farmonga ko'ra 2011-yilgacha berilgan fuqarolarning biometrik bo'lmagan pasportlari, ya'ni o'sha ko'k rangli eski pasportlar faqatgina 2019-yil 1 yanvargacha amal qilish belgilangan edi. Bu muddatdan so'ng bunday pasportlar shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida o'z kuchini yo'qotdi. Bu degani, ushbu sanadan keyin eski pasportlar bilan davlat organlaridan xizmat olish, banklarda operatsiyalar o'tkazish, notarial idoralarda bitimlar tuzish va boshqa huquqiy ahamiyatga ega harakatlarni amalga oshirish mumkin emas. Ko'pchilik bu o'zgarishni e'tibordan chetda qoldirganligi sababli bugungi kunda muammolarga duch kelmoqda. Shunday qilib, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida shaxsni tasdiqlovchi yagona hujjat bu faqatgina biometrik pasport yoki yangi ID kartadir. Bu o'zgarish nafaqat yoshlarga, balki eng avvalo pensionerlarga ham taalluqlidir. Chunki ko'pincha ularda eski pasportlar ham saqlanib qolgan bo'ladi va ular bu o'zgarishlardan bexabar bo'lishi mumkin. Endi siz nafaqat bankda pensiya pulini olishda, balki tibbiy xizmatlardan foydalanishda, turli xil davlat imtiyozlarini rasmiylashtirishda ham muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu oddiy holat emas, bu sizning kundalik hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi muhim jihatdir. Birinchi asosiy qism, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Endi esa ushbu masala bo'yicha batafsil ma'lumotlarga to'xtalamiz. Kimlar aynan tashvishlanishi kerak va kimlar bemalol bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda tashvishlanishi kerak bo'lganlar, agar sizda hali ham 2011 yilgacha berilgan eski ko'k rangli biometrik bo'lmagan pasport bo'lsa, u holda siz darhol harakat qilishingiz kerak. Bu pasportlar 2010-yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas va shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida tan olinmaydi. Buni aniq tushunib olishimiz kerak. Masalan, siz bankka pensiya pulingizni olish uchun bordingiz. Kassir sizdan pasportingizni so'radi. Siz eski pasportingizni uzatdingiz. Kassir uni qabul qila olmaydi va sizga xizmat ko'rsatmaydi. Bu sizning pensiya pulingizni ola olmasligingizni anglatadi. Bu esa ayniqsa pensionerlar uchun juda katta muammo. Tasavvur qiling, sizga dorilar uchun, oziq-ovqat uchun pul kerak, lekin bank sizga xizmat ko'rsata olmaydi. Bu oddiygina bir oz noqulaylik emas,
bu hayotiy zaruratga aylanishi mumkin bo'lgan jiddiy muammo. Yoki boshqa bir misol. Sizning qarindoshingiz sizga notarial tarzda ishonchnoma rasmiylashtirmoqchi. Notarius ham sizning eski pasportingizni qabul qila olmaydi. Shunday qilib, siz yuridik ahamiyatga ega bo'lgan har qanday harakatni amalga oshira olmaysiz. Bu sizning mulkiy huquqlaringizga, meros masalalariga, hatto shunchaki kommunal to'lovlarni amalga oshirishga ham ta'sir qilishi mumkin. Masalan, sizning hisoblagichlaringizni tekshirmoqchi bo'lgan kommunal xizmat vakillari kelganda, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni so'rashadi. Agar siz eski pasportingizni ko'rsatsangiz, ular sizning shaxsingizni tasdiqlanmagan deb hisoblashlari mumkin va bu turli xil tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, agar sizda biometrik pasport bo'lsa, lekin uning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, siz ham tezda harakat qilishingiz kerak. Biometrik pasportlar ham ma'lum bir muddatga, odatda 10 yilga beriladi. Agar bu muddat tugagan bo'lsa, pasportingiz ham haqiqiy emas deb hisoblanadi. Misol uchun, Muhammad aka degan 75 yoshli pensioner 2012 yilda biometrik pasport olgan. Uning pasportining amal qilish muddati 2022 yilda tugagan. U bunga e'tibor bermagan. Chunki avval hech qanday muammo bo'lmagan. Lekin yaqinda shifoxonada davolanish uchun murojaat qilganda, ro'yxatga olish bo'limi uning pasporti muddati o'tganligi sababli xizmat ko'rsata olmasligini aytdi. Bu Muhammad akaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin edi. Shuning uchun pasportingizning amal qilish muddatini muntazam ravishda tekshirib turish juda muhimdir. Pasportingizning egasining ma'lumotlari yozilgan 2-sahifasida rasmingizdan keyin pasportning berilgan sanasi va amal qilish muddati ko'rsatilgan bo'ladi. Bu sanani diqqat bilan o'qib chiqing. Agar pasportingiz 2011-yilgacha berilgan bo'lsa, u allaqachon amal qilmaydi. Agar u 2011-yildan keyin berilgan biometrik pasport bo'lsa, unda amal qilish muddati ustuniga qarang. Endi kimlar tashvishlanishi kerak emas. Agar sizda O'zbekiston Respublikasi fuqarosining yangi namunadagi ID karta identifikatsiya kartasi bo'lsa, sizda hech qanday muammo yo'q. ID kartalar hozirgi kunda eng zamonaviy shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lib, ularning amal qilish muddati 10 yilni tashkil etadi. Agar siz ID karta olgan bo'lsangiz va uning muddati hali o'tmagan bo'lsa, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. ID kartalar barcha davlat xizmatlari va bank operatsiyalarida to'liq amal qiladi. Masalan, Oysha xola 2020 yilda eski pasportini ID kartaga almashtirgan. U bemalol pensiya pulini bankdan yechib oladi, shifoxonaga murojaat qiladi va boshqa masalalarni hal qiladi. Chunki uning hujjati zamonaviy talablarga javob beradi. Shuningdek, agar sizda 2011 yildan keyin berilgan biometrik pasport bo'lsa va uning amal qilish muddati hali o'tmagan bo'lsa, siz ham hozircha tashvishlanishingiz shart emas. Sizning pasportingiz mamlakat ichida amal qiladi. Lekin shuni unutmangki, kelgusida barcha biometrik pasportlar ham bosqichma-bosqich ID kartalarga almashtiriladi. Hozirgi kunda bu jarayon majburiy emas, biroq kelajakda majburiy bo'lishi kutilmoqda. Shuning uchun pasportingizning amal qilish muddatini kuzatib boring va muddat tugashiga yaqin qolganda ID kartaga almashtirishni rejalashtiring. Yana bir muhim jihat. Agar sizning eski pasportingiz bor bo'lsa-da, siz davlat xizmatlaridan foydalanishga muhtoj bo'lmasangiz, masalan, bank operatsiyalarini o'tkazmasangiz, pensiya olmasangiz, shifoxonaga bormasangiz, shunchaki uyda o'tirsangiz ham bu sizni xavfdan xoli qilmaydi. Sababi sizga kutilmaganda shifokor yordami kerak bo'lishi mumkin yoki bankdan ma'lum bir ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda haqiqiy pasportingizning yo'qligi juda katta to'siq bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni keyinga qoldirmaslik va masalani hal qilish juda muhim. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar har qanday foyda o'ziga xos istisnolarga va noaniq jihatlarga ega bo'ladi. Bu pasport masalasida ham shunday. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa keksa yoshdagilar eski pasportlar bilan hali ham ba'zi xizmatlardan foydalanib kelayotganliklari haqida gapirishadi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Birinchidan, ba'zi bir tashkilotlar yoki mansabdor shaxslar qonun talablarini to'liq bilmasligi yoki e'tiborsizlik qilishi mumkin. Masalan, qishloq joylarda kichik kassa bo'limlari yoki pochta bo'limlarida xodimlar eski pasportlar bilan pensiya berishda davom etayotgan holatlar kuzatilishi mumkin. Ammo bu holat qonunbuzarlik hisoblanadi va ertami kechmi bunday amaliyot to'xtatiladi.
Bunday vaqtincha imkoniyatga ishonib qolish katta xatardir. Chunki ertaga sizga bu xizmat ko'rsatmasligi mumkin va siz kutilmagan muammoga duch kelasiz. Tasavvur qiling, siz doimiy ravishda eski pasportingiz bilan pensiya olib kelgansiz. Lekin bir kuni yangi xodim ishga keladi va qonun talabini bilgan holda sizga xizmat ko'rsatishdan bosh tortadi. Natijada siz pensiya pulingizni ola olmasdan qolasiz. Bu esa sizning ahvolingizni yanada og'irlashtiradi. Ikkinchidan, ba'zi vaziyatlarda pasportning haqiqiyligi bevosita tekshirilmasligi mumkin. Masalan, do'konlarda xarid qilishda yoki shahar transportidan foydalanishda sizdan pasport so'ralmasligi tabiiy. Lekin agar sizga tibbiy yordam ko'rsatilishi kerak bo'lsa va shifoxona sizdan pasport so'rasa, sizni qonuniy ravishda davolashdan bosh tortishi mumkin. Chunki shaxsiy ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun haqiqiy hujjat yo'q. Ya'ni jiddiy vaziyatlarda, ayniqsa sog'liqni saqlash, yuridik xizmatlar yoki moliyaviy operatsiyalarda eski pasportlarning amaldagi ahamiyati nolga teng. Uchinchidan, ba'zi hollarda pasport muddatini uzaytirish bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalar mavjud. Eski pasportlarni hech qanday tarzda uzaytirish mumkin emas. Ularni faqatgina yangi biometrik pasportga yoki ID kartaga almashtirish kerak. Ba'zi kishilar pasport stoliga borib, eski pasportni uzaytirib berishlarini so'rashadi, lekin bu imkonsiz. Ularga faqatgina yangi turdagi hujjatni rasmiylashtirish taklif etiladi. Shuning uchun bunday xato tushunchalarga ishonmang. Qaltis jihatlardan yana biri, agar sizning pasportingiz yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa-chi? Agar sizning eski pasportingiz bor edi va u yo'qolib qoldi yoki jiddiy shikastlandi, uni tiklashga urinmang. Darhol yangi biometrik pasport yoki ID karta olish uchun ariza bering. Eskisini tiklash befoyda, chunki u baribir amal qilmaydi. Agar siz eskisini yo'qotgan bo'lsangiz, bu sizning yangi pasport olish jarayonini biroz murakkablashtirishi mumkin. Chunki pasport stoliga murojaat qilganingizda yo'qolgan pasportingiz haqida bayonot yozishingiz va ehtimol qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun pasportingizni ehtiyot qiling. Pensionerlar uchun noaniq nüanslardan biri bu pensiya to'lovlarini olish usuli bilan bog'liq. Hozirgi kunda pensiyalar asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Agar sizda bank kartasi bo'lsa, sizning pasportingizni doimiy ravishda tekshirish shart emas. Ammo agar karta yo'qolsa, bloklansa yoki siz bankdan naqd pul yechib olishni istasangiz, bank sizdan haqiqiy pasportingizni talab qiladi. Shu bilan birga, har 3 oyda bir marta ba'zi banklar mijozning shaxsi haqidagi ma'lumotlarni yangilash uchun pasportni tekshirish talab qilishi mumkin. Bu bank xavfsizligi qoidalariga kiradi. Agar bu vaqtda sizda eski yoki muddati o'tgan pasport bo'lsa, sizning kartangiz bloklanishi va pensiya pulingizga kira olmasligingiz mumkin. Bu ayniqsa og'ir ahvoldagi pensionerlar uchun juda noxush holatdir. Shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida ham o'ziga xos nüanslar mavjud. Tibbiy muassasalarda sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi, ayniqsa jiddiy tibbiy operatsiyalar yoki davolanish kurslari uchun. Agar sizning pasportingiz amal qilmasa, sizga tibbiy yordam ko'rsatishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa tibbiy xizmatlardan foydalanishda. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida ham faqat haqiqiy hujjatlar asosida xizmatlar ko'rsatiladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz pensionerlar va eski pasport egalari, agar sizning pasportingiz haqiqiy emasligini aniqlagan bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Bu jarayon umuman murakkab emas. Faqatgina ba'zi bir bosqichlarni bilish va ularga amal qilish kerak. Birinchi qadam, pasportingizni tekshiring. Eng avvalo, o'zingizning pasportingizni qo'lingizga oling va uni diqqat bilan ko'zdan kechiring. Pasportingizning rangini tekshiring. Agar u ko'k rangli, biometrik bo'lmagan eski pasport bo'lsa, uni darhol almashtirishingiz shart. Agar u qizil rangli, biometrik pasport bo'lsa, u holda pasportning bergan sanasi va amal qilish muddatiga e'tibor bering. Ikkinchi, sahifadagi ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tekshiring. Agar muddat o'tgan bo'lsa, siz ham yangi hujjat olishingiz kerak. Ikkinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'z yashash joyingizdagi Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, xalq tilida pasport stoli yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari bu jarayonni ancha soddalashtirgan va qulay sharoitlar yaratgan. Ular butun mamlakat bo'ylab joylashgan bo'lib, sizning hududingizda ham albatta bittasi topiladi. Uchinchi qadam, qanday hujjatlarni to'plash kerak? Yangi biometrik pasport
yoki ID karta olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi deydi. Amaldagi pasport agar mavjud bo'lsa, ya'ni muddati o'tgan biometrik pasportingiz bo'lsa. Agar sizda eski ko'k pasport bo'lsa, uni ham o'zingiz bilan olib boring. U haqiqiy bo'lmasa ham bu sizning shaxsingizni tasdiqlovchi avvalgi hujjat sifatida qabul qilinadi. Agar pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi to'g'risida ariza yozishingiz kerak bo'ladi. 2. Tug'ilganlik haqida guvohnoma. Bu hujjat shaxsingizni tasdiqlashda muhim ahamiyatga ega. Tutib, nikoh haqida guvohnoma agar mavjud bo'lsa, ayollar uchun ayniqsa familiya o'zgargan holatlarda bu muhim. 4. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar voyaga yetmagan farzandlaringiz bo'lsa, garchi pensionerlarda bu holat kam uchrasa-da, agar farzandlaringiz hali voyaga yetmagan bo'lsa, bu ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 5. Davlat boji to'langanligi haqida kvitansiya. Pasport yoki ID karta olish uchun ma'lum miqdorda davlat boji to'lanishi shart. Bu summa har yil o'zgarishi mumkin. Shuning uchun davlat xizmatlari markaziga borganingizda aniq summani so'rab oling. Hozirgi kunda ID karta uchun davlat boji bazaviy hisoblash miqdorining qahazatın foizini tashkil etadi. Misol uchun, agar bazaviy hisoblash miqdori 2-3 ming so'm bo'lsa, qahazatın foizi bu 2-40 ming so'mga teng bo'ladi. Bu summani bank orqali yoki davlat xizmatlari markazining kassasiga to'lash mumkin. 6. Arizangiz. Davlat xizmatlari markazida sizga arizamasi beriladi va uni to'ldirishda yordam berishadi. Bu ariza sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni va yangi hujjat olish sababingizni o'z ichiga oladi. 4. Qadam hujjatlarni topshirish va kutish. Barcha hujjatlarni to'plagandan so'ng davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. U yerda sizni navbatga qo'yishadi, hujjatlaringizni qabul qilishadi va biometrik ma'lumotlaringizni, barmoq izlari, yuz tasviri olishadi. Sizga yangi pasport yoki ID kartani olish sanasi haqida ma'lumot berishadi. Odatda yangi hujjatni tayyorlash uchun 15 ish kunigacha vaqt ketishi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinsa, bu muddat biroz uzaytirilishi mumkin. Sizga hujjatlaringiz qabul qilinganligi haqida tilxat beriladi. 5. Qadam yangi hujjatni olish. Belgilangan sanada davlat xizmatlari markaziga borib, yangi biometrik pasportingizni yoki ID kartangizni olasiz. E'tibor bering, hujjatni shaxsan o'zingiz olishingiz shart. Boshqa shaxs, hatto yaqin qarindoshlaringiz ham sizning nomingizdan hujjatni ola olmaydi. Hujjatni olgandan so'ng undagi barcha ma'lumotlarni, ism, familiya, tug'ilgan sana, jins, pasport raqami va boshqalar diqqat bilan tekshirib chiqing. Agar xatoliklar aniqlansa, darhol xodimga xabar bering. Qo'shimcha maslahatlar. Agar siz kasal bo'lsangiz yoki yoshi tufayli mustaqil telefon orqali murojaat qilib, olib uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyatini so'rashingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu imkoniyat taqdim etiladi. Ayniqsa nogironligi bor yoki yoshi juda katta fuqarolar uchun. Agar sizning pasportingizni almashtirishdan manfaatdor bo'lgan yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa, ular sizga bu jarayonda yordam berishlari mumkin. Ular hujjatlarni to'plashda, davlat bojini to'lashda va davlat xizmatlari markaziga borishda sizga hamrohlik qilishlari mumkin. Internetdan foydalana oladiganlar uchun davlat xizmatlari yagona portali MyBook orqali ham ariza berish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa yosh pensionerlar uchun qulay bo'lishi mumkin. Ammo biometrik ma'lumotlarni topshirish uchun baribir markazga shaxsan borishga to'g'ri keladi. Shuni unutmangki, kechiktirish har doim ham yaxshi natija bermaydi. Ayniqsa bunday muhim masalalarda. Sizning qulayligingiz va xotirjamligingiz uchun bu jarayonni tezroq hal qilish maqsadga muvofiqdir. Yangi hujjatga ega bo'lish sizni kelajakdagi ko'plab muammolardan qutqaradi va mamlakat ichidagi barcha huquqlaringizdan to'liq foydalanish imkoniyatini beradi. Xulosa shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz O'zbekistondagi eski pasportlarning amal qilish muddati va pensionerlar uchun bu boradagi muhim qadamlar haqida atroflicha gaplashdik. Yodda tuting, 2011 yilgacha berilgan eski ko'k rangli pasportlar 2019 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas. Agar sizda bunday pasport yoki muddati o'tgan biometrik pasport bo'lsa, darhol davlat xizmatlari markaziga yoki pasport stoliga murojaat qilib, uni yangi ID kartaga yoki biometrik pasportga almashtirishingiz shart. Bu sizning pensiya olishingiz, bank xizmatlaridan foydalanishingiz va boshqa barcha davlat xizmatlaridan muammosiz foydalanishingiz uchun juda muhimdir. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Unutmang,
pasportingizning haqiqiy bo'lishi sizning huquqlaringiz va erkinliklaringiz garovidir. Agar ushbu mavzu bo'yicha sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki o'z tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada foydali kontent yaratishga ilhom beradi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.